jannat ahllaridan biri dasturxonga ikki qo'lini olib kelsa, bir qush kelib deydi: ey Allohning do'sti, men salsabil bulog'idan suv ichganman, arshning tagidagi bog'larda o'tlaganman. Ikki tomonlama ta'mi bor. Biri suvda pishirilgan go'sht ta'mi, ikkinchisi qovurilgan go'sht ta'midir. Xohlagancha yeydi. Jannat ahlining 70 kiyimi bor. Ularning ranglari turli tumandir. Ularning barmoqlarida 10 ta uzuk bor. Birinchisiga mana bu oyat yozilgan: Alloh yo'lida sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli endi bu jannatlarda sizlarga tinchlik, osoyishtalik bo'lgay. Ra'd surasi 24-oyat. Ikkinchi uzukda jannatga tinchlik bilan sog'-omon kiringlar. Hijr surasi 46-oyat. Uchinchisiga qilib o'tgan amallaringiz sababli sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudir. Zuhruf surasi 72-oyat. To'rtinchisida sizlardan g'am va xafalik ko'tarildi. Beshinchisida sizlarga chiroyli taqinchoq va kiyimlar kiygizdik. Oltinchisida sizlarni hurlarga uylantirdik. Yettinchisida u joyda ko'ngillar tilaydigan va ko'zlar lazzatlanadigan barcha narsa bordir. Sizlar u joyda mangu qolursiz. Zuhruf surasi 71-oyat. 8-sida payg'ambar va siddiqlar bilan yo'ldosh bo'lgaysizlar. 9-sida yigitlikka qaytgaysizlar, qaramaysizlar. 10-sida qo'shnilikda turasizlar, lekin qo'shnilardan aziyat bo'lmaydi. Faqih Alloh rahmat qilsin aytadi: kim bu ne'matlarga yetishni xohlasa, quyidagi 5 narsada bardavom bo'lishi kerak. Birinchisi, o'z nafsini gunohlardan qaytarish kerak. Alloh taolo aytadi: endi kim hayoti dunyodalik paytida qiyomat mahshargohda Parvardigorning huzurida turishdan va u zotga hisob kitob berishdan qo'rqqan va nafsni havoyi xohishlardan qaytargan bo'lsa, u holda faqat jannatgina u uchun joy bo'lur. Va Naziyat surasi 40-41-oyatlar. Ikkinchisi, dunyoda berilgan ozgina ne'mat bo'lsa ham unga rozi bo'lmog'i. Xabarda rivoyat qilindiki, jannatning qiymati dunyoni tashlashdir. Uchinchisi, toat ibodatlarga qattiq haris bo'lishi kerakdir. Toatning hammasiga intiladi. O'sha toatlar mag'firat va jannatning vojibligi uchun bir sabab bo'lib qoladi. Alloh taolo aytadi: qilib o'tgan amallaringiz sababli sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudir. Zuhruf surasi 72-oyat. Boshqa bir oyatda ana o'shalar jannat egalari bo'lib, u joyda mangu qolurlar. Bu ular qilib o'tgan amallarining mukofotidir. Ahqof surasi 14-oyat. Albatta nimaga erishsalar, toatda ijtihod bilan erishadilar. 4-si, yaxshilik ahllarini va solihlarni do'st tutishi, sevishi, ular bilan qo'shilib ketishi, ular bilan o'tirishi kerak bo'ladi. Albatta ularning bittasi uning gunohlari kechirilsa, do'stlariga va og'aynilariga shafoatda bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinganidek, do'stlarni ko'paytiringlar. Albatta qiyomat kunida har bir birodar uchun shafoat qilish bordir. 5-si, duoni ko'paytirish. Alloh taolodan jannat bilan rizqlantirishini va uning oxirini yaxshilikka olib borishini so'rashdir. Ba'zi hakimlar aytishadi: savoblarni bilib turib dunyoga tayanish ilmsizlikdir. Amallardagi savobni bilib turib o'sha amallarda harakatni tashlash ojizlikdir. Jannatda rohat bor. Unga bu dunyoda rohati bo'lmagan yetishadi. Jannatda boylik bor. Unga dunyoning haqir narsalarini tark etgan kishi va dunyoning ozginasiga qanoat qilgan kishigina yetadi. Zikr qilinadiki, bir zohid nonsiz tuz bilan ko'kat yeyotgan edi. Bir kishi aytdi: "Shu narsaga qanoat qilasanmi?" U shunday javob beribdi: "Men dunyoni jannat uchun qildim. Sen dunyoni axlat uchun qilding. Ya'ni yaxshi narsalar yeysan, axlatga aylanadi. Men toat ibodatga quvvatim yetganchalik yeyman. Shoyatki jannati